Mana ozgina sanoqli kunlardan keyin butun dunyoda musulmonlar uchun juda ham katta shodiyona deb sanalgan Qurbon hayiti o'tkaziladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan kelgan bir muborak hadisda Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la darara va la dirara, ya'ni zarar ko'rishlik ham yo'q, o'zgaga zarar berishlik ham yo'q degan mazmundagi Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak so'zlar bor. Juda ham ko'p o'rinlarda bu hadis asos qilib ishlatiladi. Aynan bu muborak hadisda bu joyda ishlatilishligimizga sabab mashina avtoulovlar ko'p bo'lgandan keyin sun'iy tiqilishlar ko'p bo'lishligi. Shuning uchun azizlar, tavsiya etiladigan narsani to'g'ri tushunamiz va unga amal qilishga harakat qilamiz. Avtoulovlarni umuman minmaslik kerak degan narsa emas bu. Avtoulovlardan minib keling maxsus joylarga, ya'ni masjiddan uzoqroq, hech kimga xalaqit bermaydigan, zarar bermaydigan, yo'lda asosiy qatnov qismiga xalal bermaydigan qilib qo'yib kelsak mayli. Xosatan mana shunday ko'pchilik bir joyga yig'iladigan paytda uylari yaqin bo'lgan birodarlarimiz avtoulovlarni umuman minib chiqmasinlar. Demak, gapimizning xulosasi nima ekan? Avtoulovlarimiz bilan o'sha kuni ham o'zimizga ham o'zgalarga zarar yetkazmaymiz. Yurtboshimiz va viloyatdagi hokimlarni tashabbusi bilan avvalambor bunday xayrli ishlarni boshladi. Yurtboshimiz ko'p xayrli ishlar ustida bo'lganidek, aynan Qurbon hayiti munosabati bilan hayit kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarni bepul xalqqa xizmat qilishligi xursandchilik ustiga yana xursandchilik. Mana shunday xayrli, barakotli ishlarni ustida turgan yurtboshimiz va ularning vakillari va hamma jumla barcha vatandoshlarimizga bu kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin.